Bu anor ko'p-ku. Buni hikmat qilinmagan shu paytgacha bir oydan beri anor o'tirdi. Mana bu tomonlar Anor Dushanbe rastlarız. Yani Dushanbe'den. Eksportlar rastlarız. Mana shu yerda 8 tup uzumimiz bor, to'yifi. Bu jonivor juda zo'r solaydi. Shunga qonunni olib soldi. Ha? Ishlaydi. Beryapti. Olib ketyapti. Bu ham o'zgardi. Tamam. Marhamat qilinglar, uzum yeydi. Chunki amarimiz bo'lgandan keyin ichida o'ti, ularni bor. Hammasini ko'rib bildim. Bir marta qo'yib tashlaymiz. Borimizga yarab. Molimiz bor, sut qatiq, sirop, ko'ylakli deyiladi. Ko'mirlar o'choq qalinroq, ichida so'kiz juda mazali. Shu oxirida 9-mayda g'alaba kunlarida ham xalq ekspert 50 kilo, 40 kilo, 60 kilogacha anor beryapti. Biz buni birinchi terimda terib sotganmiz, ikkinchi terim ketgan, bu uchinchi terim mana mayda chuydalari qolgan. Xalqimiz yesin deb turib bunday bervormayapmiz ekspertimiz. Aytyapmiz, telefonlarga tashlayapmiz. Og'ayinlar kimni anor yegisi kelsa, marhamat deb 5 kilo 10 kilo olib ketinglar deb aytyapmiz. Mana shu suvchilarimizga, rahbarlarimizga, hammasiga rahmat, muroblarimizga suv vaqtida aytsak, bugun ertaga bizga suv bering desak, suvdan qisib qo'ygan joyi. Xudoga ming qadr. Hokimligimizga ham rahmat. Shuncha narsalarni hammasini faqat suv ombor o'zi bilan o'zi bo'lib qolmaydi. Lekin Xudo beradi-yu, lekin o'shanga ham harakat qilsangiz beradi. Quri uyda yotib Xudo berdi deganga hech kimga hech nima mantiq berib qo'ymaydi. Faqat mehnat, ozroq mehnat. Hamrohlar hozir sal hisoblarni qilamiz.